Bolam, tirnoqlaring sening ichingda nima bo'layotganini ko'rsatadi. Kel, buni aniq tushuntiraman. Tirnoq ko'kimtir bo'lib qolsa, bu qoningda kislorod yetishmayapti. Odatda yurak yoki o'pka bilan muammo bo'ladi. Tirnoqda qora chiziq paydo bo'lsa, agar u yo'qolmay asta-sekin kengayib borsa, e'tibor ber. Bu oddiy emas, ba'zida teri saratoni belgisi. Tirnoq sarg'ayib qalinlashsa, bu ko'pincha zamburug'. O'zi ketmaydi, vaqt o'tgan sayin yomonlashadi. Tirnoq do'mboq bo'lib uchlari shishganday bo'lsa, bu ichki muammo belgisi. Ko'pincha o'pka yoki yurak bilan bog'liq bo'ladi. Tirnoq ichkariga botib qoshiqdek bo'lib qolsa, bu temir yetishmayotganidan, ya'ni kamqonlik bor. Tirnoqlar juda oppoq bo'lib ketsa, bu jigar bilan bog'liq muammolarni ko'rsatishi mumkin. Tirnoqda mayda chuqurchalar paydo bo'lsa, bu teri kasalligi, ya'ni psoriaz belgisi. Ba'zida bo'g'imlarga ham ta'sir qiladi. Tirnoq ikki xil rangda bo'lib qolsa, yarimi oq, yarimi qoramtir, bu buyrak bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Tirnoq rangsiz oqarib ketgan bo'lsa, bu kamqonlik belgisi. Esingda bo'lsin bolam, agar senda bu belgilar bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qil. Agar video senga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bos. Shu kabi foydali videolar uchun kanalimizga obuna bo'l.